Endi bu Xitoyninki bu po'larini anglab boqayli. Ular deydiki, Tayvanni birdamlam elibitimiz. Bizning Tayvanni elishimizdagi asosliq nima biz yerda ko'z tutayotganimiz Amerikani ko'z tutyapmiz. Amerikaning bunda iqtidori yo'q. Hozir bizga qarshi tura oladigan iqtidori yo'q. Hujum qila oladigan iqtidori yo'q. Buning uchun biz Tayvanni elibitamiz. Uning ustiga Amerikaning agar hujum qilib qolsa, Amerikaning mushu Şərqi Cənubi Asiya tərəfindəki, şərq tərəfdəki bazılarını biz birincə minut içində ۋەيران qılıb ötələyimiz. Çünki bizninki bu başquruldan uzun musafirlik bombamızın gücünə aiddi. Yuqarı o şu 11. ayda görürsülər, 10. ayda. 10. ayda biz Dongfeng 17 degan bombamizni ekskursiyamizlarga ko'rib ko'rsatamiz. Andan keyin biz bu Amerikaning bazılarını o'q skladlar olsun, uningki aeroplanlar uchadigan havo yo'li olsun va yoqqa boshqa nimalarni bizdan ۋەيران qilib ötələyimiz. Amerikaning aviamatkalarını o'xshashlar bizdan bizning boshqarilgan bombamiz aytdi. Bizdan ۋەيران qilib ötələydi. Shuning uchun biz bu 20. asrda hamda biz bu Tayvanning 200 ming askari hech qancha askar emas. Ular degan bir parcha go'shtimiz uchun ularni bizdan ۋەيران qilib ötələyimiz. Hamda shu shunchalik asaq bo'ldi pani pat etib turib saqlamaydi.